Xitoy Qirg'izistondagi tijoratchilarga besim ishlatmoqda. 13 aprel Qirg'izistondan egallagan fikrlarimizga asoslanganda vatanimizda eng qattiq bostirish elib berayotgan Xitoy doiralari vatan ichida xalqimizga selayotgan zulmlari yetmagandek bir qancha yildan buyon chet ellarda normal tijorat bilan shug'ullanayotganlar va hatto o'quvchilardan andisha qilib, ularga vatandagi oilasi va urug' tuqqanlari bilan tahdid selib, vatanga qaytirib ketishga harakat qilmoqda. Chet ellarda Uyg'urlarning kuchini ojizlatish uchun jiddiy harakat elib berayotgan Xitoyning O'rta Osiyodagi Uyg'urlarga bo'lgan besimi yillardan buyon ma'lum edi va nurg'unlarni har xil besimlar bilan vatanga qaytib ketishga majbur qilgan edi. Eng yangi egallagan ma'lumotlarimizda vatanimiz Sharqi Turkistondagi Xitoy davlat bexatarlik idorasi Qirg'izistonda oz sonda qolgan Uyg'ur tijoratchilariga buyruq tushirib, 10 kun ichida vatanga qaytib bo'lishini, aksicha bo'lganda ularning vatandagi oila tavobiatlarining beshiga ig'ir kunlarning keldiganligini bildirib tahdid solgan. Egallagan uchurimizda sarosimaga tushgan Uyg'ur tijoratchilar nima qilishini bilolmay do'konlarini va mollarini arzon bahoda bo'lsa-mu o'tkazishning halakchiligida bo'lgan va ba'zilari vatanga qaytib ketgan. Biz bu munosabat bilan buningga o'xshash ahvolga yo'liqqan har qanday qarindoshlarimizning qanday pozitsiyada bo'lishi lozimligi haqida Istiqlol televiziyamizda Sharq Turkiston Ulamolar birligi a'zosi ustoz Abdulla Damulla bilan Haqiqat sadosi programmasida bu masalalarni tafsiliy suhbat qildik. Programmamizning tafsilotini to'rimizdan ko'rib olasizlar. 3 davlat Suriyaning muhim harbiy nuqtalarini bombardimon qildi. 14 aprel tong saharda 3 davlat birlikda Suriyaga hujum boshladi. Amerika, Angliya va Fransiyaning Sharqiy G'utadagi puhralarga ximiylik qurol ishlatgan Bashar Asad kuchlari nishon qilingan havo hujumida poytaxt Damashq, Hama, Humus, Dar'a va Suvayda nahiyalaridagi muhim harbiy nuqtalar bombardimon qilindi. Xabarda havo hujumida oldi bilan Damashqdagi Cumhuriyet muhofizachilari qismi, Dumayr aerodromi, Damashq aerodromining atrofi, Jamayra ilmiy tadqiqot markazi, Qasiyun teg'idagi havo mudofaa sistemalari, Kesva va Qalamun rayonlaridagi muhim harbiy nuqtalar bombardimon qilinganligi, Bashar Asad hokimiyatining kontrolligi ostidagi Hama nahiyasidagi aerodrom, Humus viloyatining Qusayra rayonidagi Hizbullah kuchlari, Dar'adagi 89-Arad deb bilinadigan Iron kuchlari va ba'zi harbiy nuqtalar, Suvayda viloyatidagi Xalxala aerodromi, Dar'a viloyatining Izra rayonidagi muhim harbiy nuqtalarmo bombardimon qilindi. Bu hujumga munosabatlik Turkiya Tashqi ishlar ministrligi bayonot e'lon qilib, Turkiya 7 aprel kuni Dumada ko'p sonda puhraning jiniga zamin bo'lgan ximiyalik qurol hujumiga javob qaytarish maqsadida Amerika Qo'shma Shtatlari, Angliya va Fransiyaning bugun tong saharda qo'zg'agan havo hujumini dal joyida elib berilgan harakat deb qaraydi. Bashar Asad hokimiyati tarafidan elib berilganligi to'g'riliq jiddiy yipfuchi borligi ilgari surilayotgan Duma hujumiga javob qaytarish maqsadida butkul insoniyatning vijdoniga tarjimon bo'lgan bu harbiy harakatni xursandlik bilan qarshi olamiz. Bashar Asad hokimiyati ximiylik qurollarni o'z ichiga olgan keng ko'lamli qirg'uvchi qurollari bilan ayol, qeri yosh va norsida bola demasdan barliq puhralarni qora quyuq qatl qilish orqali insoniyatga qarshi jinoyat sodir qilmoqda. Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Donald Trump bu vaqtda e'lon qilgan bayonotida mundaq dedi: Suriya diktatori Bashar Asadning ximiylik qurollari joylashgan joylarga hujum qilinishi to'g'riliq yo'l yo'riq tushirdim. Jumladan Amerika Qo'shma Shtatlari, Angliya va Fransiya o'rtaq havo hujumi qo'zg'adi. Angliya bilan Fransiyaga rahmat aytamiz. Bashar Asadning buningdan 1 yil ilgarimi o'z xalqiga qarshi ximiylik qurol hujumi elib borganligini aytgan Trump, bu hujumdan keyin Amerika Qo'shma Shtatlarining Suriya hukumatining havo kuchining 20%ni yo'q qilganligini eskartdi. Bu hujumga qarshi Rossiya va Iran qattiq inkos qaytirib noroziligini bildirishdi. Qirg'iz xalqi Xitoyga qarshi namoyish qildi. 11 aprel Qirg'izistonning Jalolobod viloyatida Xitoyga qarshi namoyish elib berildi. Facebook sahifasida tarqalgan silliq filmdan ma'lum bo'lishicha, Qirg'izistonning Jalolobod viloyati To'qqiztara rayonidagi qirg'iz xalqi Xitoyning shu rayonda qurgan oltin va ro'da mahsulotlarini pishiqlab ishlash shirkatining ximiviy materiallarni ishlatib muhitning bulg'inishini keltirib chiqarganligiga qarshi norozilik bildirdi. Shu rayondagi xalq Xitoy shirkatining ximiviy materiallarni ishlatib shu joyning muhitini bulg'ishiga qarshi ko'p qatim shikoyat qilgan bo'lsa-mu, biroq ahamiyati bo'lmagan.
G'azablangan xalq tosh va kesaklar bilan Xitoy shirkat binosining aynak va boshqa aslahalariga hujum qilib, Xitoy shirkatining aslahalariga o't qo'yayotgan. Xitoy musulmonlarni cho'chqa go'shi yeyishga majburladi. 13 aprel Breitbart Connect to'g'ri bergan xabarda bildirilishicha, Amerikaning Washingtondagi bir qism hukumat va mustaqil tahlilchilar Xitoyning atalmish tarbiyalash lageriga nazarband qilgan Sharq Turkiston musulmonlarini cho'chqa go'shi yeyishga majburlaganligini oshkorladi. 13 aprel an'anaviy fondi jamiyatining riyosatchiligida ochilgan Xitoyning dinga qilgan buzg'unchiligini muzokara qilish maxsus yig'inida Xitoyga yordam tashkilotining qurg'uvchisi Bob Fu so'z qilib, Xitoy kommunistlarining mustamlikasidagi Sharq Turkiston musulmonlarining diniy qattiq buzg'unchilikka uchraganligini, Xitoy musulmonlarining diniga buzg'unchilik qilib qolmasdan, balki xristian diniy muritlariga buzg'unchilik qilishga boshlaganligini, Xitoyning Uyg'urlarning oilasigacha tajovuz qilib, Xitoy kommunistlari har oyda 2 kundan 5 kungacha Uyg'urlarning oilasida majburiy yetib qo'pib, ularning Xitoy kommunistlariga sodiq yoki emasligini nazorat qilayotganligini, atalmish tarbiyalash lagerlarida musulmonlarni cho'chqa go'shi yeyishga majburlaganligini, bir qism kishilarga kommunistlarning tashviqoti qochilangan qalpoqni 24 soat kiygizib, nurg'un kishilarning aqlidan adishib qolganligini oshkorladi. O'limalar birligidan Istanbuldagi Uyg'urlarga chaqiriq. Sharq Turkiston O'limalar birligi tarafidan har 2 haftada bir qatim cho'ng masjidda elib berilayotgan xalqimizga ochiq va nasihat so'rinining atiki temasi e'lon qilindi. 15 aprel yakshanba atigan soat 10:30 da boshlanadigan faoliyatga 3 xil tema bekitilgan bo'lib, birinchi tema ustoz Mahmud Damollamning taqdim qilishida halol kasb va mehnat qilishning fazilati haqida. Ikkinchi tema ustoz Abdulloh Damollamning taqdim qilishida hijrat zaminida rioya qilishga tegishli masalalar. Uchinchi tema Ahmadjon Damollamning taqdim qilishida Mi'roj masalasi haqida bo'ladiganligi e'lon qilindi. Faoliyat har bir so'z qilg'uchiga 20 minutdan vaqt berilib, so'rin oxirida qatnashuvchilarning savollariga javob berish bilan 2 soat davom qiladi. Programma o'tkaziladigan o'rin Sulton Murod Jaddasi Sulton Murod Markaziy jamiyati. Sharq Turkiston O'limalar birligi Istanbulda yashayotgan barliq Uyg'urlarni bu qimmatli fursatni g'animat bilishga chaqirdi. Turkiyada hozirgi zamon Uyg'ur she'riyati ilmiy muhokama yig'ini ochildi. 14 aprel Istanbulda tunji qatim hozirgi zamon Uyg'ur she'riyati haqida ilmiy muhokama yig'ini ochildi. Yig'inga Aga universitetining o'qituvchisi doktor Olimjon Inoyat riyosatchilik qildi. Yig'inga bugungi zamon Uyg'ur she'riyatining asosli vakillaridan Ahmadjon Osman va Tahir Hamud, Uyg'ur adabiyoti sohasidagi nufuzli tadqiqotchilardan Aga universitetining professori doktor Olimjon Inoyat, doktorant Hasanjon Abduvohid qatorliq akademik va mutaxassislar qatnashdi. Yig'inda Ahmadjon Osman Uyg'ur yangi she'riyatiga aniqlama temasida, doktor Olimjon Inoyat hozirgi zamon Uyg'ur she'riyatining Turkiyada tunishtirilish ahvoli va ko'rilgan masalalar temasida, mustaqil tadqiqotchi Abduvali Ayub bolalarning til taraqqiyotida dostonning roli temalarida leksiya so'zildi. Yangi nasl tashkiloti Tantarbiya ministrligi Istanbul Fatih sho'basi ziyorati bo'ldi. 14 aprel Sharq Turkiston yangi nasl tashkiloti bilan Sharq Turkiston Tantarbiya va taraqqiyot jamiyatidan bir hay'at Turkiya yoshlar va tantarbiya ministrligi Istanbul Fatih sho'basi ziyorati bo'ldi. Ziyorat Sharq Turkiston yangi nasl tashkiloti raisi doktor Abdusalom Taklimakan boshchiligida elib berildi. Hay'atni Turkiya yoshlar va tantarbiya ministrligi Istanbul sho'basi mudiri Ashraf Gursul apandi kutib oldi. Ziyorati 22 aprel Sharq Turkiston Tantarbiya va taraqqiyot jamiyati o'tkazmoqchi bo'lgan basketbol musobaqasiga munosabatlik ahvollar muzokara qilindi. Hamda 6-oyning oxirida Sharq Turkiston yoshlarining Navshaharda elib bormoqchi bo'lgan sayohat faoliyati haqida birdaklik hosil qilindi.